Yuqorqilik ishimizning davomi hurmatli vatandosh. Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hukuk işleri yengil tayinlangan yuqori darajalik valiylikqa tayinlangan Machalla Bachelet xonim 10 kuni Janvada Jungoning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tekshirish a'zolarining Jungoga kirishiga yo'l qo'yishini, tekshirish o'migining kishilarni beorom qilayotgan kishilik huquq ahvollarini tekshirishga yo'l qo'yishini murojaat qildi. Jungo amaldorlari bu ayblashlarni inkor qildi. Şinjan'da her qaysi millatlar xotirjam yashayotdi dedi. Doirlarning Şinjan'da qurg'ani kasbiy tarbiyalash maktablari, yetishtirish markazi yenik jinoyat o'tkazgan kishilarga yordam berishni maqsad qiladi dedi. Jungo doirlari. Mush xabarga yozilgan bir inkasni vatandoshlarga topshiray. İnkas birinci, Senator Marco Rubio vicdanlık, insanperver siyasiyondur. Jungoning zo'ravonlik hareket qo'llanishga jur'at qiladi. Jungoning zo'ravonligiga hareket qo'llanishga jur'at qiladi. Qaltis odam. Şinjan mustaqil bo'lsa, Amerika Jungo do'stligiga foydali bo'ladi. Gördünüz mü? İnkas yazgı sezi basıncı ama cümleni. Şinjan müstakil bolsa, yani müstemlik Uygurustan müstakil bolsa, Amerika Jungo dostluğa paydalık buludu. Hem Hanzulağa paydalık buludu. Uygurlar bəxet ve saadetlik buludu. İsinizi saklanma cümleni. İnkas yazıp da Xitayca. Şinjan müstakil bolsa, Amerika Jungo dostluğa paydalık buludu. Hem Hanzulağa paydalık buludu. Uygurlar bəxet, saadet buludu. Amerika siyasi yollarının hem Jungo siyasi yollarının hem Uygur siyasi yollarının muş inkasını davamlık oylanışını ve muhakeme kılışını ümit kılaman men pekir. Enlikti yani yeni bir mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Şinjan'da kişilik hukuk ahvolidan qanday ansirayotganligini bildirdi. Jungo amaldorlarga imbor yurgizish to'g'risida bir nima demadi. Mavzuli xabar 9-oyning 12 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Jungo doiralarining Şinjan rayonida nayt nurg'un musulmon asalliq millatlarni nazarband qilgan qilmishlaridan intayin eg'ir xotirjamsizlandik deb ko'rsatdi. Lekin buning munosabatlik Jungo amaldorlariga imborga yurgizdiganligini yoki yurgizmaydiganligi to'g'risida bir nima demadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi bayonotchi Navrat xonim haftaning 2 kuni, ya'ni 11 kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bo'libmi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Şinjan rayonida yuz berayotgan kishilik huquq masalasidan avvalqadakla cho'nqur ansiraydi. Bayonotchi Navrat xonim mundaq ko'rsatdi. Bu voqealar Uyg'urlarning vujudida yuz berib qolmasdan, balki shu rayonda yashayotgan qozoq va boshqa millatlarning vujudida ham o'xshashli yuz berdi. Shanchilik bir xabarda mundaq ko'rsatildi. 2017-yili 4-oydan boshlab minglag'an, 10 minglag'an odamlar yig'ilish lagerlariga qamaldi. Bayonotchi Navrat xonim mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari ko'p xil vositalardan foydalanib, kishilik huquqni yaxshilashni ilgari surdi. Jumladan kishilik huquq to'g'risida doklad e'lon qilish, diniy e'tiqod erkinligi to'g'risida ministr darajaliklar yig'ini echish. Lekin bayonotchi Navrat xonim
Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Jungoning aloqador amaldorlariga embargo yurgizamdi yo'q degan masalaga javob bermadi. Bir kun burun New York Vaqt gazeti Amerika sobiq amaldorlarining so'zidan naql keltirib Prezident Trump keçirenler, amaldorlarning so'zlarini naql keltirib keçirenler, Prezident Trump hükümeti amaldarları, Jungoning yuqori darajalik amaldorlari va şirketlerini embargo qilib, Jungoning bir necha 100 ming Uyg'urni va boshqa millatlarni yig'ib olish lageriga qamag'anligini jazolashni o'ylashyapti deb ko'rsatgan. O'tgan ayda Amerika Davlat Majlisi 10 necha nafar parlament a'zosi Amerika hukumatiga va moliya ministrligiga imzoliq xat yozib, Jungoning yuqori darajalik amaldorlarini, jumladan sekretar Chen Chuangoni jazolashni talab qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishlari yuqori darajalik valisi Machalla Bachilat xonim haftaning birinchi kuni, ya'ni 10-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tekshirish umigining Jungoni tekshirishiga Jungoning ruxsat qilishini chaqiriq qildi.